Assalomu alaykum do'stlar, kanalimizga xush kelibsizlar. Bugungi videoda do'stlar biz Grand Mobile Discord serverida qanday qilib adminlikka zaявka tashlash haqida o'rgatib o'taman do'stlar. Va buning uchun do'stlar kanalga yangi bo'lsangiz kanalga obuna bo'lishni unutmang va ushbu videoga like bosib qo'yishni unutmang do'stlar. Va video so'ngida esa ushbu video haqida o'zingizni fikringizni qoldirib ketishni unutmang. Birinchi bo'lib biz Discord kanal, ya'ni Grand Mobile iOS va Android Discord kanaliga kirib olamiz va bu yerda ko'rib turganingizdek, menda bitta 26-serverda shu Discord serveri bor va men hozir bu yerda nachaloga bo'lsamiz va bu yerda do'stlar menga 21 bilan mana 21 rol berildi. Endi 25 ta kerak do'stlar. Nimaga menga bu serverda kerak? Chunki 21 da oddiyroq, ya'ni o'sha adminlikka ariza tashlash bo'limi bor ekan, lekin 25 da unaqa yo'q ekan. Shuning uchun ikkalasini o'rgatib o'tmoqchiman do'stlar. Menda hozir mana chiqdi do'stlar va biz do'stlar bu yerda birinchi bo'lib 21 ga bosamiz. Mana ko'rib turganingizdek, zaявление 21 da liderlikka ariza tashlash va adminlikka turibdi va mana bu yerdan bemalol ko'rib chiqishingiz mumkin bo'ladi. Endi ko'pchilik bu 21-nikini biladi, shuning uchun bunga kirib o'tirmaymiz do'stlar. Va 25-serverga o'tib ketamiz va bu yerda ham mana 25-serverda liderlikka ariza tashlash bo'limi turibdi. Birinchisida, ikkinchisida esa liderlikka ariza tashlash turibdi do'stlar. Ikkinchisida esa adminlikka ariza tashlash bo'limi turibdi do'stlar. Va bunga bosamiz do'stlar. Mana bu yerdan bemalol ko'rib chiqishingiz mumkin bo'ladi do'stlar. Va hozir biz kirib ko'ramiz. Mana bu yerda kommunati kandidat ham bor do'stlar. Va do'stlar, bundan oldin sizlarga eslatib o'tmoqchiman, agar o'zingizning serveringizni topa olmayotgan bo'lsangiz, fraksiona Discord kanali bor. O'sha yerga kirib turib, mana bemalol bu yerdan o'zingizning serveringizni topib, o'shanga tanlashingiz mumkin bo'ladi. Qani bo'lmasa shu 25-server adminlikka ariza tashlash bo'limiga o'tib, ariza tashlab ko'ramiz do'stlar. Qani ketdik. Va mana do'stlar, hozir biz liderlikka 25-serverni adminlikka ariza tashlash bo'limiga kirib ham oldik va bu yerda o'rgatib o'tyapti bizga. Birinchi bo'lib minimum игровой уровень 8 bo'lishi kerak va realniy возраст, ya'ni realniy yoshingiz 14 yoshdan katta bo'lishi kerak do'stlar. Va onlayningiz 2 soatdan ko'proq bo'lishi kerak kuniga va 5 hafkisiz deyapti. Va do'stlar, bu yerda 15 kun, shu minimalniy srok 15 kun ekan, ya'ni adminlikda turib berish. Va do'stlar, birinchi bo'lib bizdan so'rayapti vash игровой login deyapti. Игровой login deganda do'stlar yozamiz, ya'ni o'sha login, ya'ni akkauntingizning loginini yozasiz. Hozir biz yozib ko'ramiz taxminan. Masalan, men akkauntimni logini shunaqa. Keyingisi esa nickname deyapti. Nickname qo'yaman do'stlar. Milan Markus. Mana Milan Markus. Yoshi 9 qo'ydim. Menda hozir screenshot statistika yo'q. Buni tashlab ketsak biz jo'nata olmaymiz. Bu yerga ham o'zim yoshim kiritib qo'yaman taxminan endi. Nomer akkauntni ham bilmayman ochig'i. Nomer akkaunt adashmasam 7 ta raqamdan iborat bo'lar edi. 1 2 3 4 5 6 7 qilib ko'ramiz. Discord для связи с вами, ya'ni Discordingizni username'ini kiritasiz, ya'ni kuchukcha qilib turib. Masalan, o'zimnikini kiritadigan bo'lsam do'stlar, Milan Markus 05 qilaman. Mana ya'ni fakt kirityapti, ya'ni shu 15 kun mobaynida siz adminlikda turmasangiz va
chisi, ya'ni ketsangiz adminlikdan akkauntingiz blok bo'ladi va chisiga kiradi. Shunga rozimisiz deyapti. Va dani bosasiz va bu yerda отправить deb bosib qo'ysangiz bo'ldi do'stlar. Men hozir zaявкam umuman noto'g'ri bo'lgani uchun, ya'ni shu nomer akkauntlarim bilmayman o'sha serverdagini. Shuning uchun men bunga отправить deb bosmadim, lekin siz shuni to'g'rilab o'zingizni akkauntingizni o'sha nomerni yozib, bemalol to'g'ri variantda kiritib отправить deb bosishingiz mumkin va zaявkangiz 2 kun ichida tekshiriladi. Shuni yodda tuting. 2 kun tekshiriladi va 2 kunda javobi chiqadi. Bu yerda отправить запрос deyapti, ya'ni biron nima so'ramoqchi bo'lsangiz yoki o'sha mana shu serverda qanaqadir problemaga, ya'ni muammoga uchrasangiz bu yerga yozib qoldirishingiz mumkin ekan do'stlar. Va do'stlar, sizlarga o'rgatmoqchi bo'lgan hamma ma'lumotlarim shunlardan iborat edi do'stlar. Agar ushbu video sizlarga foydali bo'lgan bo'lsa, kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'yishni unutmang va albatta kommentariyada ham yozib qoldiring. Bu video sizga ma'qulmi, foydalimi? Shu haqida men albatta buni o'qib chiqaman do'stlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr do'stlar, sog' bo'ling, omon bo'ling.